ikkinchisi ham mana taroziga ketdi. Alloh baho beraverasizlar. Juda sifatli mollar. Bo'ynlarini qarang. Tegma. Ya oshmiz. Sal qo'yib yuboq, sal qo'yib yuboq. Molni sal qo'yib yuboq. Yo'q, 83, 86. Olsangiz nechi? Hozir. 89. Hozir yonadi, qarab tur. Hozir bir toshga uradi yana. 89. 88 kilo. 688. 688 kilo berdik. Alloh baraka bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Zo'ba qishlog'i. Zo'ba qishlog'i, Varashilov eski. Mana shunday mol. Juda ham sifatli. Mana bunisi oxirgisi, uchinchisi. Bugungi sanaga keladigan bo'lsa 2026-yil 4-avgust kuni mana shu mollarimiz 70 mingdan 5 kilo skidkaga baraka bo'lgan. Jam. Kaleng ko'tar. Qanaqaydi? Mana tortib ol, mana bunga. Shunga tortib ol. Qo'lingga tortib ol. Tortib ol, mana shunga tortib ol. Qo'yma. Ina. Bo'ldimi? 700. Yo'q, Tushdi. tushdi hozir ko'tar. Ha, shoshilmayli, tortiladi sifatida. Mana keyin. Yana tushdida. Ke, ona. Ha, ko'ring. Sen qo'yib yuborda, unda bu. Yo'q, mana. Mana endi ko'rsatdim. Sen tortsang bo'lmaydi uni. Qir. Hay, bir minut shoshilmay turing aka, shuncha katta odam tur. Yangi qo'y. 39 kilo. 39 kilo. Seni haqqing ham ketmasin, uni haqqi ham. 1 kilo. Ha, mana shu tarozi. Ikkalasini nimasi? Yo, u o'zi kilo ushlaganda yonadi-da u. Qoch. Alloh mana shunday mol boqishliklarni, lak bosganlarni hammasiga nasib qilsin. Aka mana shunday xizmatlar bu mashina nomerini ham aytib yuboring. 635. Yo'q, o'zingiz nomeringiz. 91lik 238 238 6609. 6609 ga murojaat qilasizlar. Mana shunday mol toshish xizmatlari ham bor. Aytgan joylaringga sog'-omon yetkazib beradi mana shu persepda. 3 ta mana ko'rdilaring katta gigant mol mana shu persepga ketdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizning kanalga obuna bo'lib, podpiska bo'lishligini esdan chiqarmanglar.